qo'sug'im bak yo'g'onab samirib ketib borman. O'zimga tomoq etib yeyish sharoitim yo'q. Kunda tushdi cho'ng o'y deyman, cho'ng o'yda har xil ximirliq tomoqlarni edatdi va yoki mening so'rinlarim bor kunda va yoki men shu o'zimizning Yevropadagi tomoqlarni shu lag'man, so'man, mant, kavob deganlarni bir kun yemasam ham chiday olmay qolaman. Ammo eg'irlikni yana azroq tushirib olg'im bor deymalim. Amal qilib bersangiz degan do'stlarga men Okeanosdan baybangsini tavsiya qilaman. Men tushuntirib qo'yay do'stlar, bu qo'rqib ketgandek narsa emas, bu o'riqlash to'g'risi emas. Bu yoki bir o'riqlash mahsulot emas. Bu shu dambay bang. Ya'ni oqsil miqdori yuqoriroq bo'lgan, ammo ichida karbonatmi bor, yog'mi bor, bir vaqt o'riqlash tamoqi deb tushunsanlar bo'ladi bu narsa. Buni qanday vaqt iste'mol qilinadi deganda, buni kunda 3 vaqt tomoqning o'rniga yeb olsangiz, bir haftaga paylamay sizning ozuqlik yetishmay jiqilib tushsiz, ondan bo'yin bo'shi bo'lib qaytadan tomoqni jiqiydigan bo'lib ketib, yana samirib ketasiz. Buni qanday qilamiz unda qo'ysa? Masalan, men qanday qilaman? Men bugun kechda bir jiddiy so'rinim bor. So'rinsa jiqroq yeb qolaman, xo'gu yeb qolaman, yo boshqa narsa yeb qolaman. Endi men tush kechda jiqroq yeganki, tushda amaliyotda tomoq yemasligim kerak shundaqmi? Chunki o'riqlashda bir kunda jami yeyotgan tomoqimizning miqdorini kontrol qila olsak ham o'riqlab ketalaymiz. Ammo men tushda tomoq yemay, o kechda so'rin bormasam, kechgacha chiday olmay qolaman. Shuningcha manondan birini yeyolmayman. Buning issiqlik kaloriyasi taxminan 190 necha deyman. Issiqlik kaloriyasi tuvan degan gap, ammo oqsil moddasi yuqori. Eng muhimi to'yinish tuyg'usi yuqori. Birini yeb yiqinglar insanlar. Birini insanlar qo'sa g'iq turdi kechgacha. Ya komsa ma'lum tushda ximirli xil tomoq etyotdi bizning cho'ng uyda. Uni yemaysam boshqa narsa yo'q degan do'stlar, kechda mushundan birini yesangiz bo'ladi. Ish qilib shu bir vaqt tomoqni sal jiqroq yeb olganman yoki bak ximirliq narsalarni yeb olganman degan do'stlar, tanlash huquqi yo'q, sharoiti o'riqlash qilmas kelgan do'stlar. Bir vaqt tomoqni o'rniga yesak, bir ayda 4-5 kilo, 5-6 kilo ig'irlik bo'lsa-mu tushidi. Endi o'riqlab bilan shintsaylik bo'lib muskullaringiz chiqib ketmasa-mu, ammo hozirqidan o'riqlay olasiz, hech bo'lmaganda ig'irlik ishib ketmaydi. Buni kunda yeyamsaqmi, masalan men haftaga bir 2 qaytim lag'manni jamini bilan yemsam chidamaydigan odamchi. Shuningcha shu haftaga 2 kun bo'lsa-mu bir vaqt tomoqni o'rniga yeyman, uyimda uzilmaydi. Sizlar olib qo'ysanglar bo'ldi. Bak qo'rqib ketgandek bir narsa emas, bu faqat oqsil moddasi yuqoriroq bo'lgan narsa do'stlar. Juma asir kullanmaga isib qo'ydim, kirasa haqsiz setib olsanglar bo'ldi,